arsız canım. Her gün yeni günahlara doymuş, yaşattığım temiz yanım. Meleklerin duasını saklar kalbimdeki gizli cennet. Yitirdi diyarına ağlar, içimdeki sonsuz Germaniyalik Türk futbolchi Mesut Özil dunyoni Uyg'urlar uchun harakat qilishga da'vat qildi. Uyg'ur agentlik xabari. Bu yil 30 yoshga kirgan Mesut Özil Türk naslli German futbolchisi bo'lib, hozir Angliya darajadan tashqari birlashmasi Arsenal komandasining o'ttir maydon topchisi. U shu yer vaqti juma saharda o'zining Twitter'dagi 24 million ergashchisi, Instagram'dagi 21 million ergashchisi va 30 million ergashchisi bor Facebook hisobotlarga uchur yo'llab, Sharqiy Turkistondagi musulmon qarindoshlarning uchrayotgan zulmlarini anglatgan va dunyoni harakatga chaqirgan. Tövendikisi uning so'zi. Ey Sharq Turkiston, ummatning jarohatlangan yarasi, arziyatlarga bardoshlik berayotgan mujohid va mujodila to'plami. İslamdan voz kechishga majburlanishlarga yakka yagona qarshilik bildirib kelayotgan sharaflik mo'minlar. Qur'on Karim ko'ydirilyotdi. Masjidlar chaqilyotdi. Madrasalar chaqilyotdi. Din o'limolari bir-birlab o'ltirilyotdi. Erlar zo'rlik bilan jazo lagerlariga solinyotdi. Ularning o'rniga musulmon oilalarga Xitoy erlari o'rlashtiryotdi. Shunchalar zulmning qarshisida islom ummatidan hech bir sado yo'q. Musulmonlar qarindoshlariga ega chiqmayotdi. Ular zulmga sukut qilishning zulm ekanligini bilmamdigandi ajaba? Hazreti Ali nima degan chiroyli so'zlagan-a? Zulmni to'sayolmasangiz, uni hamma odamga bildiring. G'arb davlatlari va axborot vositalari haftalardan buyon, oylardan buyon bo'linayotgan zulmga diqqatni berib, xabar berayotgan yerda islom dunyosi va axborot vositalari nada qoldi? Ular ajaba zulm bo'layotgan yerda betaraf turib olishning uchiga chiqqan nomussizlik ekanligini bilmamdigandi. Ular bir qancha yillardan keyin u yerdagi qarindoshlarimizning xotirasida bu zulmatli kunlarga doir Xitoyning qiyin qistoqlari emas, balki faqat qarindoshlarining qilgan sukuti ochiq aslim bo'lib qolganligini bilmamdigandi ajaba? Ey Rabbim, Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarimizga yordam qilgin. Shubhisizki, Alloh hili mikr qiluvchilarning jazosini obdan berguchidir. Amerika bilan Xitoy tunji navbatlik savdo kelishimi imzoladi. Uyg'ur agentlik xabari 2019-yili 13-dekabr. 2019-yili Wall Street gazetining xabari va Xinhua agentligi Xitoy savdo ministrligining bayonotiga asoslanganda Amerika va Xitoy orasidagi tunji savdo kelishimi imzolangan. Amerika prezidenti Donald Trump Twitterda 2020-yillik saylovni qammasdan ikkinchi qatimliq savdo kelishimini imzolaydiganligini, bu kelishimning hammaga foydali ekanligini bildirgan bo'lib, 15-dekabrda elib berilmoqchi bo'lgan tamojna beji yurgizilmaydi ekan. Uyg'ur qonun loyihasi rasmiy qonunga aylanmasda, bu savdo kelishimning imzolanishi Uyg'urlar uchun ko'langi paydo qilishi mumkin. Savdo urushining tafsiloti ayrim xabar qilindi.
Xitoy hukumatining Amerika parlamenti Avam palatasi tarafidan ma'qullagan Uyg'ur qonun loyihasining tasdiqdan o'tishiga qarta razil bayonotiga raddiya. Abdurahim G'ani Uyg'ur agentligi 2019-yili 9-dekabr. Sharqiy Turkiston azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi emas, balki mustamlika qilingan zamin bo'lib, Xitoy hukumati bilan Uyg'urning ko'rishi mustamlika qilinuvchi bilan mustamlika qiluvchi o'tirisidagi kurashdir. Sen mustamlika qilgan zamin Sharqiy Turkistonda 21-asrda dunyoning ko'z oldida insoniyat tarixidagi eng yovuz, eng vahshiy, ko'lami eng cho'ng bo'lgan jazo lagerlarini qurib, xalqaro kishilik huquq qonunlarini dafsanda qilib, Sharqiy Turkiston xalqini uchuq oshkora qirg'in qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining jazo lagerlarini taqash, begunoh insonlarni qo'yib berish haqidagi qarorlarini ko'zga ilmay, qirg'inchilikni texmo vahshiy usulda davomlashtirding. Uyg'ur masalasi qandaqmi Xitoy hukumatining ichki ishi bo'lsin, Uyg'ur masalasi hozir xalqaro masalaga aylandi. Uyg'urlarning nazarida hargizmi kishilik huquq masalasi emas, balki mustamlika qilingan zaminni qaytarib elish masalasi. Sharqiy Turkistonda azaldan terrorizm yoki asabiylik mavjud emas. Agar terrorizm bor deyilsa, bu Xitoy hukumatining Uyg'ur millatini yo'qotishda vositalamay yurgizib kelgan davlat terrorizmi bor. Amerika parlamenti Avam palatasi tarafidan ma'qullangan Uyg'ur qonun loyihasining tasdiqdan o'tishi Xitoy hukumatining Uyg'urlar qarta elib berayotgan davlat terrorizmini cheklash jihati bosgan tunji qadam bo'lib, Uyg'urlarga g'oyat zo'r ma'naviy kuch ato qildi. Buning uchun Amerika hukumatiga va xalqiga cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Qo'rchoq rais Shuhrat Zokir bilan Abdishkur Damolam amaliyotda sen Xitoylarning qo'ldagi zanjirda bog'liqlik vijdonsiz, o'z millatiga xiyonat qilishni yashash mizoni qilib umurtqisiz hayvonlardir. Bugungi kunda butun dunyoga oshkorlanib ketgan inson qalbidan chiqqan vahshiy jazo lagerini yana pardozlab, kasbiy mahorat ta'lim tarbiya markazi deb so'zlatishing bilan dunyoga oshkorlanib bo'lgan jinoyatlaringni hargiz oqlamaydi. Shundaqla ko'ngizning bizdan bo'lmaganlarning niyati yomon degan mafkurasi bo'yicha o'zingning millatidan bo'lmaganlar sening nazaringda mangu dushman. O'zing bir qo'lliq tarbiyalab yetishtirgan, Uyg'urlarni bostirishda ustalik bilan foydalangan Qo'rchoq Nur Bakrni umrlik qamoq jazosiga hukm qilishing buning amaliy isbotidir. Lagerlarni taqash tashviqot rasmidagi 53 yoshlik Aygul Sultan Onsu Naysi o'tir maktabining xizmatchisi bo'lib, uning jazo lageriga kirishdan burungi holati bilan jazo lageriga kirgandan keyingi holati, jazo lageridagi 3 milliondan ortiq Uyg'urning hozirgi ahvolini aks ettirib bermamdi. Ular vahshiylarcha o'ldirilmoqda, ichki a'zolari o'g'irlanmoqda, ayollar jinsiy xo'rlikqa uchirmoqda, avlod qoldirish iqtidoridan mahrum qilinmoqda. Uyg'ur millatining sarxil insonlardan bo'lgan Muhammad Damollam qatorliq sarxillarimizni jazo lagerda vahshiy o'ldirding. Bularning gunohi nima? Ojizlar kuchliklarning oldida mangu gunohkor deb o'zingning millatidan bo'lmaganlarning hammasi sening nazaringda mangu jinoyatchi bo'lamdi. Qulluqdan o'lim a'lo. Yashsun mustaqillik.